Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisilar? Dunyo uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Tayvan hukumatining Dunyo uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso va Qurultay ijroiya komitetining raisi ham Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandarga qarta uzun yillardan buyon yurgizib kelgan Tayvan kirish cheklimini amaldan qoldirishi va Dolqin Ayso bilan Ömer Qanat apandarning 6 sentabr kuni hech bir to'solg'u uchramay Tayvan ketib berib 7 sentabrdan 8 sentabrgacha Tayvanda chaqirilgan xalqaro diniy e'tiqod erkinligi oliy darajaliklar yig'iniga qatnashishi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Dolqin Ayso apandi bilan Ömer Qanat apandilarni bu qitimqi yig'inning bosh sohibxoni Tayvan parlamentining raisi Yosi Kun apandim bevosita taklif qilgan. Yig'in jarayonida Uyg'urlar masalasi eng asosli muzokara temalarining biri bo'lgan. Shundaqli 7 va 8 sentabr kunlari Dolqin Ayso, Ömer Qanat va Nuri Turkanlardan tarkib topgan Uyg'ur heyeti orqa-orqadan Tayvan parlamentining raisi Yosi Kun, Tayvanning tashqi ishlar ministrini o'z ichiga olgan ko'plagan yuqori darajalik arboblar bilan ayrim uchirish elib berishi Tayvan matbuotlarining alohida diqqatini qo'zg'adi. 9 sentabr kuni Tayvandan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqin Ayso va Ömer Qanat apandilar o'zlarining bu qitimqi Tayvan ziyorati haqida to'xtalib, Tayvandagilarni bayon qilishdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlarga Tayvandan salom. Biz Dunyo qurultiyidan bir heyet Tayvanda o'tkazilgan xalqaro diniy e'tiqod erkinlik yig'iniga qatnashish uchun bu yerga kelgan. Bu yer 2 kunlik yig'in oxirlashdi. Albatta bu diniy erkinlik yig'ini jarayonida bugun aziz vatanimizda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatni dunyoning har qaysi joylaridan kelgan, Afrikadan, Yevropadan, Amerikadan ve Latin Amerikası qatorli davlatlardan kelgan hukumat rahbarlari, parlamentlar, faoliyatchilar, diniy zotlarga bu meseleni anlatish, ular bilan fikr almashish bo'lishdan boshqa bu yerda bir ko'p xil shakldagi diplomatik faoliyatlarni yapadik ve belki bir qism yurtdoshlarimizni xabari bo'lgandek, men 2006 yili Tayvanga kelgan, undan keyin 17 yıldan bu yan Tayvan'a giriş bir çeklimen battı. Bu katılmış fırsatın payını bu çeklimini uzaklaştırmak için hareketler bulundu. Bizden dostumuz Komisyoner Nuri Türkan ve Tayvan'daki dostumuz Örkeş'te ötken bir ay 2 aydan bu yan bu çeklimini, bu seyahat çeklimini yok kılış için yüzün şahsi münasebetleri, hükümetli münasebetlerden paylı Tayvan hükümetinden, münasebet organlarından köp taraflılık hareketlerden en ahırda bizden bu Tayvan'a giriş Ömer Qanat'ın okşaş bir çeklim battı. Bu çeklimimiz bekar kılınıp en ahırda o yetkildiğinden Tayvan'a giriş imkanımız oldu. Bu fırsatın payını bizden bir yer girişimiz için çıkaran devlet rehberlerine, hükümet rehberlerine rahmet ediş fırsatlarımız oldu. Bu yığın jarayonida bu yığınga organizasyon kuran sayıkallarının biri Tayvan parlamentindeki reisi Yu Sun-ku efendimdi. Bu kişiyle görüştük. Bununla Uygur halkının, Şarkı Türkistan halkının salamlarını ve Tayvan parlamenti Uygur erkek kardeşliğini kabul kılan 11. devlet. Bununla nispeten bunun yüzümüzden teşekkür rahmetlerimizi bildirdik. Kollaşını bulunduk ve Tayvan halkının öz takdirini öz belgiler, müstakil erkin yaşayış Tayvan demokrasisini qo'llab qilish için Uygur halkının bütünde her zaman Tayvan halkından bir safli ekanligimizni ifade kıldık. Onun deyince yani bu görüşümüz, bu yerdeki faaliyetlerimiz jarayonida Tayvan'ın tashqi ishlar ministri bu efendi bilan ayrım görüşüş, bununla rahmet etiş ve özümüzden küçük soğuksu biriş imkaniyetimiz oldu. Bunun için baş ministri bilan, ichki ishlar ministri bilan bir yerde görüş imkaniyetimiz oldu. Hatta bugünkü bu yığının yapılış murasimida Tayvan parlamentinin reisi Yon efendi yüzünün bizge atılan soğusunu bütün yığın katlaştırışının aldıda bizge takdim kıldı. Şunda bu katımki Tayvan ziyaretimiz meyli Şarkı Türkistan meselesini, Uygur meselesini ve halkara cemaat işi anlatışı olsun, Tayvan halkı anlatışı olsun, hükümet rehberleri bilen boğan diplomatik münasebetlerini güçlendiriş cihetinde olsun, nait ehemmiyetlik bir katımda kurtuluş oldu. En mühimi Xitay'ın uzangan uzun kolları bilen bizim dünyanın her kayıt şeylerinde bizim diplomatik faaliyetlerimizi tosuş için hep barbarattan bu yasakını, bu tosalgını bir katım yana yenip şunda olancalık özümüzden halkaradaki lobi faaliyetlerimiz için yeni bir sahnini açalıgan bulduk. Demek bu bir galbe Xitay'ın uzangan kolları kanç uzun bolsun en ahırda bizden yanına bir galbimizde oylayın.
Efendim sizin ilişkiniz yapılır. Aslında Dolkun degandek yana hozir bayon berib nayt bir qalbilik bir ziyorat bo'ldi bu. Bu ziyoratniki yana eng cho'ng qalba bu Tayvanniki ishki bizga ichilgan bo'ldi. Necha yildan beri bizniki ham Dolkun efendimniki ham meniki bu yerga kirishim cheklangan. Men 2010 yili hatta meniki viza berib bo'lib vizamniki bekor qilinganligini ma'lum bildirgandi. Shuningga 2010 yildan beri necha qatim tashabbus qilgan bo'lsak-mu, bu Tayvanga kirish imkoniyatimiz bo'lmagan. Bu da ketim bayon Dolkun efendimdan o'tgandek do'stlarimiz Nuriy Turkan, bu yerdagi do'stimiz O'rkash efendimlarninki g'ayrati, bu hukumatlar ham Amerika hukumati, ham Tayvan hukumatiniki hukumati bilan bo'lgan bu uchrashishlar, suhbatlar natijasida bu to'salg'u, bu cheklama bir kunlab bu ketim ilib tashlandi. Bu bizning uchun necha yildan beri ilib berayotgan bu kurashniki bir g'alabasi deb qaraymiz. Bunga hamda bu yerda Tayvanniki ishki ichildi. Bu yerda Tayvan xalqini Sharqiy Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni Tayvan xalqiga tushuntirish uchun yaxshi bir fursat yaratildi, ishlar ichildi. Biz bu yerdagi uchrashishlarimizda yana Dolkun efendimni deb o'tgandek bu yerda Tayvan hukumatiga rahmat etdik. Bunun sırtida yani bu Tayvan hukumatidagi nəhayət yuqori darajalik amaldorlar bilan uchrashish, masalan parlament raisi bilan uchrashish, parlament raisi bilan uzun samimiy suhbatda bo'lish, shuning o'xshash tashqi ishlar ministri bilan yaxshi uzun bir samimiy bir suhbatda bo'ldik. Bu suhbatlarimizdan biz rozi bo'ldik va o'zimizniki bular bo'lgan minnatdorligimizni bildirdik. Şunun o'xshash Tayvan bilan Uyg'ur xalqininki, Tayvan xalqininki bir tabiiy bir ittifoqdosh bo'lganligini ta'kidladik. Bu yerda birlikda Xitoy ikki yil xalqininki hozirgi dushmani bu tahdid bo'layotgan dushman Tayvanga bizni yo'q qilishga tirishayotgan dushman, bir dushman, shuning bu dushmanga qarshi o'rtaq harakat qilishimiz kerakligini, buning zaruriy bir vaziyat bo'lganligini bularga anlatdik. Bularning bizga qarshi nayte samimiy ifodalarini oldik. Bundan nayte umidlandik. İnşallah kelajakda Tayvandagi faoliyatlarimiz texmo ilgirlab ma'mul deb o'ylayman. Rahmat. Dolqun İsa efendimning hech bir to'salg'uga uchramay Tayvanga berib xalqaro diniy e'tiqod erkinligi oliy darajaliklar yig'iniga qatnashganligi xabari muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarimizni alayda söyündirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qozog'istondagi oliy maslahatchisi, peshqadam kurashchimiz Qahramon G'ojanbardi efendim Almatoda Uyg'ur hareket tashkilotining raisi Roshana Bosxonim bilan Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdukim Idris efendimni kutilish marosimida qilgan so'zida qurultay hay'atining bu qatimliq Tayvan ziyorati haqida marosim qatnashgan jamoatga ma'lumot berib, tovandagilarni bayon qildi. Müncherlashni, pamlashni oldi yaxshi biladigan, qiladigan Dolqun Aysa boshliq va qurultayning ijro komiteti raisi Ömer Qanat, shundaqla Amerika xalqaro diniy komitetining komissari Nur Turkan Tayvanda parlamentda cho'ng bir forumda harakat qilib doqlatlarni qilib ish ketib bordi. Bu mana hozir ular Tayvan parlamentining raisi bilan uchrashdi, suhbatlashdi va shu yig'in kelgan cho'ng odam bilan suhbatlashib ish ketib bordi. Rahmat. Kanada baş ministri Justin Trudeau Xitoy Kompartiyasi baş sekretari Xi Jinpingning Chilberi diplomatiyasi tufaylidan ikki davlat o'rtasida normal munosabat qurishning mumkin emasligini, shu sababdan Xitoy bilan kelishib qilish imkoniyati yo'qligini bildirgan. Kanada parlamenti bu yil 2-oyning 1-kuni 10 ming Uyg'urni Kanadaga yetkazib kelib yerlashtirish haqidagi qaror loyihasini birdek ovoz bilan ma'qullikdan o'tishi va Kanada baş ministri Justin Trudeau efendimning bu qaror loyihasini qo'llab ovoz berishi va qaror loyihasi ma'qullikdan o'tgandan keyin Justin Trudeau efendimning parlament zalida Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun İsa, qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, qurultay qonun komitetining mudiri Mehmet To'xta efendimlar bilan qizg'in ko'rishib suhbat ilib berishi Xitoy hokimiyatining qattiq noroziligini qo'zg'agan.
Shuningdan keyin Kanada Xitoy munosabatlari taxim yiriklashgan edi. Bloomberg xabarlari to'rining 7-sentabr kuni bergan xabarda aytilishicha, Singapurda ziyarati bo'layotgan Justin Trudeau muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda Xitoyning hozir normal munosabat qilg'ili bo'lmaydigan bir davlatga aylanib qolganligini bildirib, o'tgan bir necha yilda Xitoyning chiqargan qarorlari Kanada va boshqa davlatlarni diplomatiya jihatda qiyin ahvolda qo'ydi degan. Xitoyning Hind-Tinch okean rayonidagi harbiy mavjudligini zo'raytishi, Tayvanga tahdid selishi va Amerika bilan bo'lgan munosabatlarning yiriklashishi natijasida Amerika hukumatı Hind-Tinch okean rayonidagi davlatlar bilan bo'lgan har turli hamkorlikni kuchaytirishga alohida ahamiyat berishga boshlagan edi. Bu maqsadda Amerika poytaxti Washingtonda Amerika Sharqi Janubiy Osiyo ellar ittifoqi markazi qurildi ekan. Bu vaqtdagi xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Washingtonda Amerika Sharqi Janubiy Osiyo ellar ittifoqi markazi qurish planini Amerika Biden hukumatining Xitoyning Hind-Tinch okeaniga kengaymichilik harakatiga taqobil turish tirishchiligining bir qismi deyishga bo'ldi ekan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bu haqda tarqatgan bayonotidan qaraganda, mazkur qaror Indoneziyaning poytaxti Jakartada o'tkazilgan Amerika Sharqi Janubiy Osiyo ellar ittifoqi boshliqlari yig'inida Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris tomonidan e'lon qilingan. Amerika Avam palatasi Amerika-Xitoy raqobati alayda komiteti raisi Mike Gallagher qatorliqlarning talabiga asosan Amerika Federatsiya uchur aloqa komiteti Amerikaning hukumat organlariga xat yozib, Xitoyning to'plashgan tor zapchastlar yasaydigan shirkati Quectel bilan Fibicomning mahsulotlarini ishlatmaslikni talab qilgan. Janubiy Xitoy atganlik postisining 7-sentabr kuni bu vaqtda bergan xabarda aytilishicha, Amerika Federatsiya uchur aloqa komiteti raisi Jessica Rosenworcel yaqinda Amerika Federatsiya tekshirish idorasi FBI, Adliya ministrligi, Davlat xavfsizlik idorasi, Davlat mudofaa ministrligi qatorliq o'rinlarga xat yozib, Amerikaning davlat xavfsizligini qo'g'dash uchun Xitoyning Quectel, Wireless Fibicom shirkatlari ishlab chiqargan yiroq masofadan boshqara oladigan va sonliq ma'lumot egallaydigan tor aloqa zapchastlarini ishlatmaslikni talab qilgan. Bu xatda aniq qilib, Amerika hukumat organlari bu ikki shirkatning mahsulotlarini sotib olmasligi kerak. Amerika Federatsiya uchur aloqa komiteti davlatning xavfsizligiga tahdid ilib keladigan har qanday uskunani ishlatishga ruxsat qilmaydi deyilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Amerika Federatsiya uchur aloqa komiteti ilgari Huawei, Zhongxin ko'chma xabarlashish, Hayningda ko'chma xabarlashish, Haikang Weishi raqamli texnik shirkati, Zhejiang Dahua texnik shirkati qatorliq 10 Xitoy shirkati va Rossiyaning bir shirkatini qor tizimlik olgan bo'lib, Xitoy telegraf shirkatining Amerika to'riga kirishini cheklagandan boshqa yana o'tgan yili Xitoy birlashma xabarlashish Amerika tarmoq shirkatining Amerikada tijorat qilish huquqini bekor qilgan. Bu qatim bu qor tizimlikka Xitoyning Quectel, Wireless Fibicom shirkatlari qo'shilgan. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.